23-mart dushanba kuni 2026-yil Namangan shahar Sarjong'ubru Bilol Orxona yo'lida turibman. Hozir Qo'tama rahmat tosh markazini obzor qilib ijodda bajarib yurgizamiz. Bo'pti. Ya, assalomu alaykum. Hakammas. Ya, kimsiz? Kimsiz? Paypoqam keldi. Paypog'im keldi. Qalpa uzoq qolsa, menga qalpa yoqdi. Xursandman shunga. Mol yo'qli, mol go'shtli, devzira osh. Abidov, Elbek. Ben sana kuchaya ketding oxiri. Ha. Sen ham oxiri pulga keladi sher. Mirzabek Xolmetni sahnaga chiqqanimda. Ha. Yagola bilan chiqib yuribsan. Kecha Sherbiyago. Ha. Na 3 ta sariq bola pizzada chiqqanman. Men o'zim sariqman. 5 taga. Men sariq blogerman. Mana somsalarni ham tanishtiramiz. Mana tilla tandir somsa. Mana da zaytun lazirosh, mo'l go'sht, qo'y go'sht aralashtirganchida. Ikkinchi lazir. Birinchi lazir mo'l go'sht, qo'y go'sht aralashtirganchida. Onalarni qancha mana, bu yillar but o'g'ani. Elbek Abidov. Eshitmoqchimatullo. Men aytganimni qildingiz, mana qaytdingiz, xursandman. Rahmatlar, assalomu alaykum. Qayda ko'rdingiz meni? Bog' ichida, Bobur bog'ida. Sariq bola pizzada. Sariq bola show kanaldaman. Men sariqman, sariq blogerman. Soatdan o'sha aylantirdi o'g'li. Ha. Bu neç birlik bo'ldi? Abi bitemizmi? Ana bitta bo'ldi. Mana qazildan tanish, bedana tuxumdan qazil tanishtiramiz. Mana kuxnya ham o'zgardi, remont yangi bo'ldi. Muzaffar, assalomu alaykum. Bo'pti. Bo'pti. Maash bo'lar edi. Maash bo'lar edi, maash yaxshi narsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Oqtepa, Mirzabek Xolmetdan chiqdim. Sariq bola pizzada chiqdim. Sariq blogerman, o'zim sariq show kanaldaman. Oka 170 ming bo'ldi oka. 170 ming, aferin.
Hoş bulduk. Qaysi bedeni tuxum tanishtiramiz. Maydalangan go'sht tanishtiramiz. Mol go'sht, qo'y go'sht aralash to'rg'amchida uni ham tanishtiramiz. Alo aka, oldingizda bitta. Men 1994-yil 10-qismat. U ham bloger Muhammad bizni mikronda chaydi. O'ylay kishirichilik ishlarimiz dedi-ku. Ha, u Toshkent ketdi yana blogerlik qilgani. Bizni mahallada. Mol go'sht, qo'y go'sht aralash, sariq bola pitchani ko'rdinglar. Sariq bola show kanaldaman. Men o'zim sariq blogerman. Elbet sariq bola deb chaqiringlar. Oqtepa lavash muxlisiman. Sariq bola show kanaldaman. Oqtepa lavash. Numar 1 Namanganda. Numar 1. Kechagi xo'roz chempion numar 1. Ana Sherif Yago ko'targan xo'rozi. Öyle. Eng zo'r lavash qaydi Namanganda? Oqtepa lavash. Mis burger, oka mis burger. Oqtepa ham. O'ylaysizmi mis? Menga hamma joy bo'lar edi. Mis bo'lar. Chiqadi mashina. Mis burger. Namanganda numar 1. Hop. Reklama ketmayapti. Kecha Sherif Yago menga 100 ming berdi. Keyin Pepsi 1 litr berdi Oqtepadan. Sherbe. Ha. Ha, Yago Sherif. Yagomi? Ha. Kecha birga edim-ku. Sizga u menga Sherifman dedi-ku. Aysi. Endi Sherif deb chaqirlar edi. O'zi ashno dedi. Sherif Yago, Sherif boshqada. Şeref ikiniz bitti de Şeref Yakup ikiniz bitti. Hozir o'chirib yana o'qaman. Birinchi qism kim aytdilar? Birinchi qism tugadi, ikkinchi qism bajaraman. Birinchi qism bo'shda keling. Nerik telefondan kelaman. Aysa osh tutganingizni olaman ko'proq. Lavash demasiz gaplashamiz bilan. Voy, Oqtepani boshlig'i Doniyorbek Toshkentli menga qishloq tandirlar ochib berdi, ikkita ko'kcha olib berdi. Reklama qilganim uchun. Oka berganiga emas, taomiga baho bering bo'ldi, boshqa narsa. Tamaga ham bahona berdim, qilib berganiga obzor qildim. Bo'ldi, men birinchi qism tugadi. Osim aka, so'msiz. Bag'la qoldi, bag'lan tanishtiramiz. Beyam esimga keldi. Mana karavotlar joylar ko'p. Kelasizlar, kelaverasizlar. Mana qapasida yong'oqlar yashibdi. Nechta sanama? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta qapasda yong'oqlar yashibdi. Nollar bor, nollarning barakasi bo'lsin. Ishda mana. Xo'ja aka, men Mirzo aka Xolmeyevdan chiqqanman sahnada, ko'rganmisiz? Yaxshi xursandman. Sariq bola pittada borman. Men sariqman, sariq blogerman. Sariq bola show kanaldaman. Biz endi bir tugatganimizni aytamiz. Birinchi qismni. İcatı bajarib tugadi bo'ldi. Birinchi qism tugadi. O'chirib yana ikkinchi qismni bajaramiz. Bo'pti.